Yoshlar kuni doirasida rahbarlar ishtirokida o'tkazilayotgan uchrashuv va muloqotlarda ularning muammolari hal etilib, taklif va tashabbuslari qo'llab-quvvatlanyapti. Bu yoshlar bilan ishlash tizimli amalga oshirilayotganining amaldagi ifodasiga aylanmoqda. Muxbirimizning hozirgi reportaji Mingbuloq tumanidan tayyorlangan. Prezidentimiz tomonidan shu yil 26 fevral kuni yoshlar bilan o'tkazilgan muloqotda belgilangan vazifalar ijrosini bajarish yuzasidan haftaning har payshanba kuni yoshlar kuni sifatida turli darajadagi rahbarlar bilan uchrashuv va tadbirlar o'tkazilmoqda. Mingbuloq tumanida bo'lib o'tgan rahbar va yoshlar uchrashuvi avvalida 4-sonli texnikumda o'quvchilarga yaratilgan sharoitlar o'rganildi. Bu yerda malakali mutaxassislar tayyorlash bilan birga nemis tilini o'rgatish kurslari va ishlab chiqarish kichik korxonasi faoliyat yuritadi. Asosiysi chet tilini mukammal o'rgangan yosh mutaxassislar Germaniya davlatiga borib o'qish va ishlash imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. 1 yil avval men nemis tilini o'rganishni boshlaganman va ikki sertifikatimni oldim. Bir sertifikatga yaqinda topshirdim. Eng asosiy maqsadim shu kelajakda, ya'ni 1 yildan keyin Germaniyaga borish va u yerda Ausbildung yo'nalishida o'qish. 3 yillik tajribadan ko'rinib turibdiki, texnikumda tashkil etilgan kichik korxonani 150 nafar qiz bitirib hayotda o'z yo'lini topdi. Hozirda aynan o'quvchilar bo'sh vaqtlarda tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha bevosita ta'lim olib, amaliy ko'nikmalarni oshirmoqdalar. Shundan so'ng tuman markazidagi kriminogen vaziyat og'ir bo'lgan mahallalardagi 7lik faoliyati o'rganildi. Asosiysi qizil hudud hisoblangan mahallalarni bosqichma-bosqich yashil hududga aylantirish. Masalan, Birlashgan mahallasida 2023-yilda 23 ta jinoyat sodir etilgan bo'lsa, 2024-yilda ular soni 16 taga, 2025-yilda esa bittaga tushirildi. Sababi mahalla raqamlashtirilib, xavfsiz hududga aylantirildi. Situatsion markazida bevosita 36 ta kamera orqali hudud nazoratga olingan bo'lsa, mahalla bo'ylab yuzlab kameralar o'rnatilgan. Biz shu mahallani birinchi navbatda jinoyat o'chog'ini qatlamini yo'qotish maqsadida mahallani kirish chiqishiga odamning yuzini taniydigan hamda mashinalarni raqamlarini aniqlovchi kameralar o'rnatdik. Shu kelib tushgan arizalarni, murojaatlarni har birini olib, ertalabda rais bilan uchrashib, 7lik bilan borib, ularni kelib chiqish sababini bartaraf qilib, 2025-yilga kelib mahallamizni yashil hududga olib chiqishga erishdik. Shu joyning o'zida Oybek, Mehnatobod mahallalari 7ligi bilan profilaktik suhbatlar olib borilib, bu tajribani qo'llash bo'yicha tavsiyalar berildi. Tuman yoshlar ishlari bo'limi qoshida tashkil etilgan yoshlar shtabi faoliyati ham o'ziga xos tajriba va tashabbuslarni yo'lga qo'ymoqda. Masalan, yoshlar muammolarini o'rganish, hal etish bo'yicha tuman hokimligi mutasaddi tashkilotlarning o'zaro integratsiyasi asosida murojaatlar to'liq nazoratga olingan va monitoringi olib borilmoqda. Tumanimizda hozirgi kunda 420 nafar ishsiz yoshlar aniqlangan. Shulardan hozirgi kunda biz 57 nafari qoldi. Qolgan barcha yoshlarni bandligini ta'minladik. Yoshlarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha bizda o'zi call centerimiz yo'lga qo'yilgan. Telefon orqali aloqa qilib bizga murojaatlarni etishlari mumkin. Bundan tashqari hozirgi kunda sun'iy intellekt asosida murojaatlar bot shakllantirildi va bu murojaatlar botga ham murojaat qilishlari mumkin yoshlarimiz. Har bitta qilingan murojaatlarni javobini mana shu yerda o'zimiz tahlilini qilib, tashkilotlarga yo'naltiryapmiz. Biz asosan murojaat yechimi bo'yicha shtab a'zolari tahlil qilamiz, monitoring qilib boramiz. Mana shu hamkorliklar bevosita tashkilot va tuman hokimligi bilan integratsiya qilingan. 2-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida bo'lib o'tgan rahbar va yoshlar uchrashuviga muddatli harbiy xizmatni o'tab qaytganlar, tadbirkorlik istagidagi yoshlar, mutasaddi tashkilotlar vakillari jam bo'lishdi. O'zaro ochiq muloqot tariqasida o'tgan uchrashuvda asosan bandlik, imtiyozli kreditlar ajratish, soliq, kadastr masalalarida murojaatlar tushdi. 18 nafar murojaatchining masalasi shu joyning o'zida hal etildi. Ayrim yoshlarga suv nasosi, payvandlash uskunasi, noutbuk va boshqa asbob uskunalar berildi. Buxoro viloyatidan muddatli harbiy xizmatni tugatib, vatan oldidagi burchimni ado etib keldim. Hozirda Mingbuloq tumanida rahbar va yoshlar uchrashuvida ishtirok etdim. Bunda ichki ishlar yo'nalishiga ishga topshirmoqchi edim. Shu to'g'risida istagimni aytdim. Meni ishga yo'naltirib, ma'lumotlar berib o'tishdi. Uchrashuvdan so'ng Tegirmonboshi mahallasida yashovchi yolg'iz boquvchi Mamlakat Po'latova xonadonida bo'lib, uning qizi Fotima Alijonova bilan suhbat o'tkazildi. Fotima imkoniyati cheklangan bo'lsa-da, o'z qo'llari bilan hunardmandchilik mahsulotlari tayyorlaydi va bu orqali daromadga ham ega bo'lyapti. U hatto parasport bilan ham shug'ullanadi. Viloyatimizda otaliqqa olingan 310 ta rahbarlar, shu bilan birga ishsizlikka biriktirilgan 510 ta rahbarlar har birlari bittadan yoshlar muammosini hal qilsa ham, mana viloyatimizda 800 tadan ortiq
yoshlarimizni muammosi har payshanba hal bo'lishi alohida biz oldimizga reja qo'yganmiz. Mana viloyat rahbarlari mana bugun bu safar mana Mingbuloq tumanida yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazishdi. Qolaversa, eng birinchi navbatda prezident tashabbuslari bilan kasbga o'rgatish hamda xorijiy tildan o'rgangan yoshlarni xorijiy migratsiyaga jo'natish orqali daromad manbaiga ega bo'lishi bo'yicha mana Mingbuloq tumanidagi yoshlar bilan gaplashildi. Ishsiz yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazilib, qiynayotgan muammodan bartaraf etish bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berildi. Bugun yoshlarda ertangi kunga ishonch va ishtiyoq kuchli. Bunga yana bir misol. Jahongir Nasriddinov ko'p yillardan beri avtomobillarga servis xizmat ko'rsatib keladi. U yaqinda yoshlar ishlari bo'limi ko'magida bank orqali 80 million so'm imtiyozli kredit olishga muvaffaq bo'ldi. Niyati tuning xizmati ko'rsatish va servis turlarini yanada oshirishdir. Bu kabi intilishlar yoshlardagi shijoat va tashabbuslarga qanot bo'lmoqda.